Bu yangisi obunachilar sal dikiyroqda. To'yga o'ylanmagan ekan biron marta. Dikiy, ancha dikiy. Obunachilar, mana bunaqa narsalar beraman. Samsa aralashtirilgan. Ichida bu Brahmat ilos benzotidan. Uvaga. Bu ichida uchganni ko'rib, hali ikkilanishingiz mumkin-da, bu xolos. Ko'rib. Vietnam, obunachilar, Vietnam. Tuzuk. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Boringlarga shukur. Ertalab bomdoddan keyin berganman don. Mana hozir yana berish boshladim. Birinchi makka, yo ko'katlardan birinchi, ikkinchisi makka, uchinchisi tuxum qilib, oshqozonni dumbira qilib, keyin kataka qamaymiz. Obunachilar, mana bunaqa narsadan beraman. Samsa aralashtirilgan. Vitaminga boy narsalar obunachilar. Vitamin yaxshi bo'lsa, o'sishlari, kasal bo'lmaslik tomonidan hamma tomonlama talabga javob beradi. Ana haydaveradi, o'ziman chaqirishlar. Bu yerda samsoq, ko'kat, sabzi, samsoq nimalari, po'sti, ana. Shuncha narsalarni berish kerak. Bu koreyskiy, toza koreyskiy, yutadi. Qo'lda bermasdan obunachilar idishga solib bersam yemaydi. Qo'lda bersam yeydi. Shuning uchun iloji yo'q qo'lda beraman. Demak, ye. Bunu ko'chatsam keladi. Qarangmi? Sa, onu iyisizlerken iyisin. Ko'kat obunachilar. O'sha tuxum bilan ko'rsatib chaqirib olamiz. Mana neyiz. Bu shamollasham bo'lmaydi obunachilar. Allan sal nera foyda bor qizim. Shuni ko'rib ana qilaylik. Ko'kat yo'q bu. Oshko'ki krop, samsoq, pusti, samsoq o'zi, piyoz, sabzi, bo'lmasa hamma tomonlama anaqa bo'ladi. Bunda ozgina chiqam qo'ydilar mana yeyish. Har kun yeyishadi, qonlar qo'yib qo'yamiz. Ikkinchilarga bu bas. Yo'q, evlab yolmaysizlar, ama. Oğuz kolga tuttu. Ne kaçırdı? Yok, çok iyi olur.
Oshqozon ishda mana bunisi. Oshqozon. Bu bo'ldi mana. Koreyskiy yutdi obunachilar. Gönül sovuqlardan. Endi ikkinchisini ko'rsatamiz. İçinde bu Brahma, ilos benzotidan. Uragan. Boshda rushitganni ko'rib, hali ikkilanishingiz mumkin-da, bu xo'roz o'zi qochadi yo, bu kaltagini qanaqaligini qiltanadi. Oxirida nagi sindirishga bo'ladi. Faqat bittada, o'sha bitta tepib tushadi. Ikkinchisi yana bitta tepadi, yana yo'l qiladi, yana shunaqa qiladigan zotlar ekan. Chunki buni Ilosbek o'zi aytganda ishqoz bo'lib, ashqolat qilib ko'rdim. Haqiqatda o'ta zo'r. Do'stlarimiz zo'r. Sizlar aytganda yaxshi zot deb o'qiyapman bilasizmi? Ama çok var sıkıyor. Kolokat koşan, lokatlar nasıl? İşte akasıyorum olmaz. Kile 6 kilo 700'e çıktı. Bakkanı obunachilar yemeğe koysa varanga qilib og'izga to'kaman. Var to'kaman. Endi to'xtab turaman, yutum oladi, orqasidan 5 litr suvni haydayman. Yana orqasidan ko'kat bo'libdi ekan. Mana. Orqasidan yana donni haydayman. Yana varni orqasiga to'kaman. Shunaqa qilib mana simetrib oldim ancha. Bo'lmasa bu o'zib ketaydi, nimaga don makkani yemaydi deb jahlim chiqar ekan. Ana hozir endi baholasa o'ta zo'r. Bak. Hadi bana kızım. Issiqda tuxum berib bo'lmaydi deydi o'g'illar uchun. Akalar adashasizlar. To'g'risini aytish kerak. Ertalab qachqirum beraman obunachilar. Shunaqa maza qiladi. Mana hech tim bo'lgan joyi yo'q, tem bo'lib kasalan bo'lgani yo'q. Allohga shukr. Hamma tomonlama faqat 100% joy beradi obunachilar. O'g'il qilib tashlaydi, mana ba'zi yerim uzilib ketadi. Burada xizmat o'qimasangiz to'g'ri kelmaydi obunachilar. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xohlasanglar zo'r narsalarni ko'rsatishda davom etamiz. Uchinchisini ko'ramiz. Ataka yapon obunachilar. Ataka yapon. O'zingiz yeng, endi huquq qilavermasdan. Jinnilik qilaveradi, tavana qilibdi.
Limon ataka. Bunachilar. Ustoz Anvar aka Oxunov ustozimni olganim. O'ta o'zi olov bo'lib, urushgisi kelib shunaqa olov bo'libdi endi yog'i yo'q. Tuxum mana qo'yib qo'yamiz. Qo'yib qo'y. İdishi bilan qo'ymaydi. Yaltırashlaydi ha. O'zingiz yeng, sizlar jo'nga tegdingizda ochqo'l o'lyapti deb turibsiz. Shunaqa xirozlar odatda bormi sizlarda ham? Jinni go'sha qilib. Ochqo'l o'tibdilar qarami. Birinchi ko'katib yedik. İkinci makka, üçüncüsü tuxum. İkiden to'la tushib olmuş qilib, biroz bular. Çünkü YouTube o'sa ince bo'lib qoldi, obunachilar. Tuxumingiz bo'lmaydi, tuxum bu. O'zingiz yeng. Buni mayli. Arkadaşlar mana bu ataka limonda xolasa o'ta go'zal. İnşallah bu xolasa o'ta zo'r. Endi turnisini ko'rsatamiz. O'rtacha agorot tutvoradi. Vyetnam, obunachilar, Vyetnam. İşte o'ta zo'r. Laqabi Boyka obunachilar. Kaltaxo'r. Kalta, uncha kalta qisqasini aytganda ta'sir qilmaydi obunachilar to'g'risi. Nima bo'lsa, chaqir o'zi yerishgan. Yegan sari bergingiz keladi, to'g'rimi obunachilar? Anaqa yeyish keladi. Ular ham yo'q, kaltasi kelinglar boshqacha.
Yine soğuk gölde bilen maza qilaman to'g'risi. Haydi aldı ya çatı çıkmıştı. İyi. Çıkmadı abi. Şu Mart'ta boyunu kurdu o. Buna şimdi 3 Mart'ta. Ye. Beni bölüşüyorlar. Ama yok, soğukta dediğine ya. Ramı bir mezesi de Ana. Bu turanısıydı obunachilar. Bu yangisi obunachilar. Sal dikiroda. To'yga o'rganmagan ekan Muhammaddan. Diki, ancha dikiydi. Men sekin qo'lda davom berib o'rgatdim. Shamo Koreya. O'tib bo'ladigan xolos. Cho'jadan. Endi yaqinda qichqirdi. Yaqinda endi bir ikki oy bo'ldi. Cho'jadan, xudo xolasa, o'ta zo'r. Ancha diki ekan obunachilar. Bu vaqtsa ancha diki bo'lganlar obunachilar. Bu молодец. Anca dikiyle de şu obunachilar. Orada qaraxonam bor. Zo'radan oyoq bilan tushsin ha.
Juda dikey bo'ldi obunachilar. 5 ta xo'roz hozir makon 3 6 7 bir tashqarida o'zi 8 ta makonga 5 ta xo'roz bo'ldi obunachilar. Xohlasa hamma talabga javob beradigan yaxshi, sifatli bo'ldi obunachilar. Har kim mana ishdan paytdan qaytib kelib, bitta-bittasini qo'yib berib, tomosha qilib o'tirasiz. Har xil hayvonga borib obunachilar. Joninglar sog' bo'lsin, shu yergacha ko'rgan videoni dard ko'rmasin, videoni like bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldirishingizni kutib qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin, boringlar.